Muhabbat yo'qolib ketdi hozir. Muhabbat yo'q hozir. Oldinlar 60-70 yillari mana nima bor-ku? Muhabbat, muhabbat debman. Mag'alada Dudugap degan kinolar. Bilasizlarmi? O'sha paytda atlas ko'ylakni kiyib olib, mana shunday bunaqa bir ryumka nima tufli bo'lardi. Mag'alada Dudugap ko'z oldiga keltiring-da, o'sha kinodagi erkaklar sochlarini bir tarafga mana shunaqa oladigan, keyin ayollar orasida 2 metr 3 metr u ko'chani narigi betida, bu ko'chani bergi betida, lekin bir-biriga qaragan vzgradlari. O'sha Mahallada Dudugap degan kinoni o'zida glavniy roldagi erkak bilan ayol emas, ana atrofda ko'p o'sha kino olamiz deb ko'p qizlar bilan bolalar yig'ib oladi-ku o'sha kinoda, bilasizlarmi? O'sha kinoda turgan qizlarga qarang-da, men ko'pincha xabar beraman. Hammasida muhabbat tarqalib turadi. Erkaklarida ham, ayollarida ham. O'sha paytda muhabbat bo'lgan. Ya'ni energiya toza bo'lgan. Hozirgi yoshlarda muhabbatni mig'arbi ham yo'q. Yo'q. Men o'ylayman, muhabbat bu energiya-ku. Bu energiya, muhabbat bu energiya, qizlar. Buni o'sha Alloh taolaning ismi deb aytaman-ku, bu yerni qoplab olgan. Boylik, energiya, hammasi, muhabbat hammasi bor. Baxt. Muhabbat energiyasi O'zbekistondan ketib qoldi deb o'ylayman. U bechora Antga bordi, qarasa kerak emassan menga dedi. Bitga bordi, kerak emassan dedi. Yana Antga bordi, kerak emassan degan ekan. O'tirib, qayerga boramiz degan. Ketdik chet elga dedi. Ketdik dedi, chet elga survardi. O'zbekistonda shuning uchun muhabbat qolmagan. Bizda to'qqa rashyot. Qatnashlar ekan bola. Yaxshimi ekan daromadi, mashinasi bormi ekan, uy joyi bormi ekan? Bo'pti. O'shanda beramiz. Ona men yaxshi ko'rmayman-ku. Yaxshi ko'rib ketasan. Nima qilasan unga tekkanda? Bir tiyin puli yo'q, mashinasi yo'q, uy joyi yo'q. Mana menga beraman-san. Ota-bobasi yaxshi. Bo'ldi, ota-bobasi o'lib ketgan, lekin yaxshi odam bo'lgan. O'shanga beramiz. Ertaga bitta ikkitasini tuqsang, muhabbat foyda bo'ladi. Oldin foyda bo'lgan. Hozir foyda bo'lmaydi. Hozir bitta bolasini ko'taradi, ertaga qizingiz yig'lab, uyga qaytib keladi.